Hammaga salom. Unreal Engine 5 ni o'rganishni davom ettiramiz. Bu mini kursimizning ikkinchi darsi. Birinchi darsni ko'rmagan bo'lsanglar, albatta ko'ringlar. Pastga linkini qoldiraman va kanalga a'zo bo'lishni unutmanglar, chunki bu darsni ko'ryapsizlarmi? Demak, sizlar Unreal Engine ga qiziqasizlar, uni o'rganishni xohlaysizlar va biz o'rgatamiz mana shu kanalda. Eng sifatli videolar mana shu kanalda bo'ladi. Bundan tashqari Blender bo'yicha ham videolar bor. Demak, bu darsda biz content bilan ishlashni o'rganamiz. Unreal Engine o'z content nima? Uni qanaqa qilib yaratamiz, qayerdan olamiz, shu narsa va oxirida asset aktorlar haqida tushunchaga ega bo'lamiz. Qisqa ko'rinishi mumkin, lekin ancha-muncha narsalarni o'rganasizlar. Demak, boshladik. Noldan proyekt yaratmoqchiman. Noldan hammasi o'tgan darsda bu haqida qisqacha gaplashganda, keling, mana bu games kategoriyasida empty sahna tayyorlaymiz. Bu ham empty emas, mana bunaqa sahna bo'ladi. Nomini nimadir deb nomlasak bo'ladi. Xo'sh, create. Demak, proyektimiz ochildi. Mana sahnani mishkani o'ng tugmasini bosgan holatda atrofga qarashingiz mumkin. Xo'sh, atrofga qarashdan oldin content o'zi nima ekanligi haqida gapiramiz. Content bu Unreal Engine'da tayyorlaydigan proyektingizni ichida foydalanadigan hamma narsangiz bu sizning contentingiz. Unreal Engine ham boshqa programmalar singari nimadir yaratish uchun qo'llanadigan programma, to'g'rimi? Siz uni shunchaki ochib qaytaryapsiz, nimadir yaratasiz. Masalan, qanaqadir uyni render qilasiz yoki qanaqadir o'yin yaratasiz yoki qanaqadir real time interaktiv proyekt yaratmoqchisiz, to'g'rimi? Hammasiga qanaqadir modellar, materiallar, balobatlar juda ko'p narsani olib kirasiz sahnangizga. Mana shu narsalar content deyiladi. Va shu narsalarni biz qayerlardan olishimiz mumkinligi, uni usullarini haqida gaplashamiz. Va o'sha contentni tarkibida biz asset actor degan tushunchalarga ham aniqlik kiritishimiz kerak agar muvaffaqiyatli ishlamoqchi bo'lsak Unreal Engine'da. Demak, content haqida qisqacha gaplashgan bo'lsak, demak, mana bu content brauzerini sal pastga tushiramiz. Nomini qaranglar, content brauzer. Shunchaki brauzer emas, content brauzer. Demak, mana shu joyda biz contentlarni yaratamiz, olib kiramiz, qo'shamiz va hokazo. Mana bitta all degan papka bor. Bu yerda hech narsa yaratib bo'lmaydi. Demoqchiman, contentni bu yerga olib kirmaymiz. Mana bu content degan folderga, papkaga olib kiramiz. Kimlardadir bu narsa umuman yo'q bo'lishi mumkin. Masalan, yopilgan bo'lsa, mana buni bosasizlar, chiqib keladi. Va dock in layout qilsangiz mana shu yerga yopishadi. Va buni vaqtinchalik chiqarish uchun Ctrl bilan space barni bossangiz bo'ladi. Space bar bu klaviaturadagi eng uzun knopka. Mana buni bosamiz, mana shu yerda tursin. Xo'sh, all content, mana shu contentning ichida hamma papkalarni yasab, ichiga contentimizni joylashtiramiz. Bu yerda sizlarda boshqa narsa ham ko'rinishi mumkin. Masalan, allda turganimizda engine content ham yoqilgan bo'lishi mumkin mana bunaqa. Bu narsani yoqib qo'ysam bo'ladi, o'chirib qo'ysam bo'ladi, lekin ko'pincha biz buni ichiga kirmaymiz, o'zgartirmaymiz bu narsalardan. Shuning uchun engine contentni mana bu yerda nastroykadan o'chirib qo'yganimiz yaxshi, tozaloq ishlaymiz. Xo'sh, Unreal Engine proyekt yaratganingizda qayerga saqlashni so'raydi. O'sha joyga kirsangiz, mana bunaqa papkada o'sha proyektingiz papkasi mana shu joyda turadi va bu yerda ham o'sha content degan papka bor. Bu yerda ba'zi bir boshqa narsalar ham bor. Collections, developers degan bo'sh. Bu sizga noldan yaratib berilgan narsalar, buning ichida hozircha hech narsa yo'q va bu sizga odatda ko'rinmay turadi. Lekin collection yaratsanglar, collectionlar ko'rinadi bu yoqda. Xo'sh, biz hozircha bu narsa haqida gaplashmaymiz. Shunchaki o'sha joydan contentingizni, Windowsning o'zidan ham kirib ko'rishingiz mumkin demoqchiman. Ana endi biz Unreal Engine ga, bizning proyektimizga qayerdan content olib kirishimiz va qanaqa usullar borligi haqida gaplashamiz. Demak, proyektimiz uchun content yig'ish, yaratish, qo'shish usullari quyidagicha 4 ta eng asosiy usul bor. Birinchisi o'zimizning contentimizni import qilish. Albatta Unreal Engine'da misol uchun tayyor content bilan uzoqqa bormaymiz. Odatda nimadir yaratmoqchi bo'lsak, nimadir misol o'yinmi yoki boshqa sahnani qilmoqchi bo'lsak, o'zimizni modellarimizni, o'zimiz tayyorlagan narsalarni import qilib olib kiramiz. Xo'sh, Unreal'dan tashqari men shaxsan Blenderda ishlaganim uchun Blenderdan Unreal'ga model olib kirish haqida video qilganman. Bu narsa mana shu pastda linkini qoldiraman. O'sha joydan kirib o'rganishingiz mumkin. Hozir bo'lsa, qisqacha o'sha Blender'dagi faylimni FBX ga eksport qilib qo'yganman. Uni qanaqa qilishlar o'sha videoda bor va o'shani qisqacha import qilib ko'rsataman. Xo'sh, import qilishdan oldin mana shu content degan papkani ichiga yana bitta papka yaratib olamiz. O'ng tugma new folder imported deb nomlab qo'ydim, import qilingan degan. Shuni ichiga import qilamiz. Buning uchun mana bu importni bosamiz. Men import qilmoqchi bo'lgan narsa mana bu desktop рабочий stolda mana LP character FBX ikkita bosamiz. Bizda import nastroykalari so'rayapti. Bizga eng keraklisi bu yerda material bo'lishi mumkin va static mesh. Chunki meni import qilayotgan modelim oddiygina mesh, hech qanaqa animatsiya skelet hech narsa yo'q. Static mesh va Ctrl ni bosib turib, mana materialni ham aktivatsiya qilsa, ikkalasini nastroykalari chiqib keladi. Odatda hech narsaga tegmaymiz. Import va mana bizani
oddiy bir personajimiz import bo'ldi. Juda ham low poly, oddiy qilib yasalgan. Yaqinlashamiz. Qanaqa qilib sahnada harakatlanish haqida o'tgan darsda gapirgandik. O'sha darsni ko'ringiz agar ko'rmagan bo'lsangiz. Demak, mana buni bu yoqqa qo'yamiz mana. Sahnamiz juda ham katta. Bu obyektimiz juda kichkina emas, aksincha sahna juda ham katta. O'shuning uchun bizning mana bu modelchamiz kichkina ko'rindi. Juda ham oddiy low poly model. Xullas, mana olib kirdik. Mana bu yulduzcha bilan saqlamaganligini bildiradi. Bu yerdagi hamma narsani saqlash uchun save all ni bossak bo'ladi va nimalarni saqlashim kerakligini so'raydi. Bu yerda yana bitta narsani ko'rib turibsiz, mana levelimizni ham saqlashni so'rayapti. Keling, levelni ham saqlashimiz kerak. Mana save level untitled emas. Bu yerga boshqa bitta papka ochamiz. Contentni ichiga new folder maps degan bu yoqqa levellarimizni saqlaymiz. Level 1 deb saqlab qo'ya qoldim. Masalan, murakkab modelni olib kirmoqchi bo'lsangiz, qayta bu narsa qilinadi. Silliq ketish qiyin bu narsani. Demak, o'z kontentimizni import qildik. Bu haqida video bor dedim pastda. Ikkinchi usul bu Fab Marketplace dan foydalanish. Fab Marketplace menimcha 1 yilcha bo'lib qoldi buni to'liq ishga tushganiga. Hozir Fab plugini bor. Unreal'ning ichida ko'p joydan topsangiz bo'ladi va juda ham qulay qilib qo'yilgan. Bu o'z ichiga hozir Quixelni oladi. To'liq Quixeldagi modellar Fabga o'tib ketgan. Unreal Engine o'zini marketplace bor edi alohida, u ham shuni ichiga kirgan. Sketchfab, ArtStation bu yoqdagi marketplace'dagi ko'pchilik modellar ham shuni ichiga kirgan. Demak, Fab yordamida Fab Marketplace dan biz kontent olib kirishimiz mumkin. Buning uchun mana shu content browserda Fabni bosishimiz kerak yoki mana bu yerga plusni bosib Fabni tanlasak bo'ladi. Yoki mana shu joyda o'ng tugmani bosib Fabni tanlashimiz mumkin. Bir nechta usul bor. Va bu yoqda sizga avtomatik tarzda Fab browser ochiladi. Xo'p, bu yerda mana model, assetlarning turlarini ko'rishingiz mumkin. Masalan, 3D va 3D ning ichida ham yana boshqa kategoriyalar. Bu narsaga siz registratsiyadan o'tgan bo'lishingiz kerak. Men registratsiyadan o'tganman Epic Games o'zining akkaunti bilan. Xo'p, bu yerda juda ham ko'p narsalar pulli ko'rib turibsiz va biz albatta buni bepulini topishimiz kerak. Mana bu yerda price bosamiz, xo'sh free va bu yerda bepul obyektlarni, modellarni topishimiz mumkin. Bir kichkinaroq model topishimiz kerak. Kichkinaroq, yengilroq yuklanadigan oddiy bir model yo'qmikan? Xo'sh. Bo'pti, mana qurollarga kiraylikchi. Oddiy modellar mana bu yerda add to project qilasiz. Chunki bu tekin add to project. Endi pastga tushirib yuborib, mana bu yerga kelsak, mana o'zi papkasiga kirib turibdi. Mana contentning ichida imported man yaratgan papka, bu ham mana papka, mana bu weapons free alohida papka ochildi. Men buni to'g'risi boshqa bitta papka ochib qo'ymoqchiman. Tugma Fab degan papka va buni Fabning ichiga tiqib yuboramiz va mana bu yerda move here bosamiz, kirib ketadi. Xo'p, Fabning ichiga kiramiz, weapons free. Buni o'zini alohida level ham bor, o'zlari yasab qo'ygan. Menimcha qurollarning hammasini ko'rsatgan bo'lsa kerak. Kiramiz va mana qurollar bu yerda joylashgan. Bittasini tanlab F ni bosamiz va shuni atrofda aylanib ko'rishimiz mumkin. Xo'sh, demak, yaxshi qurollar bor ekan, contentga qaytamiz, mapsga kiramiz va o'zimizni mana bu level 1 mapni ochamiz. Ana endi contentga kirib, Fabga kirib, weaponsga kirib, meshga kiramiz. Mesh bu o'sha tayyor modellar. Mana bu qurolchani F bilan oldiga kelamiz, mana qurol bor ekan. Faqat mana bu o'q-dorimi o'shani xosi yo'q ekan. Demak, Fabdan juda ham ko'p narsalar olish mumkin. Masalan, environmentga kiramiz, qanaqadir bir yaxshiroq, chiroyliroq narsa yuklashga harakat qilamiz. Misol uchun mana bu low poly environment yuklab ko'ramiz. Oldin qaraymiz, bizani versiyamizga to'g'ri keladi. Mana add to project. Xo'sh, yuklab olguncha biroz vaqt o'tadi. Ungacha mana bu joylarni qarab tursak bo'ladi, turli xil rasmlarni. Xo'sh, yuklab bo'ldi. O'ylaymanki, katta muammo bo'lmasdan ochadi. Mana ichiga kirib ham qo'yganmiz. Mana mapsga kiramiz. Mana winter scene bor ekan. Keling, oldin winter emas, summer scene ni ko'ramiz. Ikkita bosamiz va umid qilamizki, muammo bo'lmaydi. Xo'sh, mana ochdi. Sahnani yomon emas. F11 ni bossak, katta ekran qilishimiz mumkin va bu yerda biroz aylanib qarasak bo'ladi. Bir ikkita muammolar chiqardi ochishdan oldin. Xullas, mana shunaqa. Bepul mablag' sahnalar ham ko'p. Xo'sh, kontent yaratishning yana bitta usuli, kontent yaratish emas, olib kirish desak bo'ladi. Unreal'dagi tayyor narsalardan foydalanish. Bu starter content va ko'rgansiz bir nechta template'lar bor. Ulardan ham proyektni yaratgandan keyin ham foydalansak bo'ladi. Biz hop, qanaqa qilib starter contentdan foydalansak bo'ladi? Oldin proyekt yaratishda include starter content degan narsa bo'lardi.
hozir proyekt yaratayotganda bu narsani ko'rib bo'lmaydi, lekin baribir qo'shsa bo'ladi. Mana bu yerga kelamiz, plus yoki mana bu yerdan add, farqi yo'q, add feature or content pack bosamiz. Mana bizning sahnamizga to'g'ri keladigan templatelar va mana bu yerda starter content ham bor. Keling, starter contentni qo'shib ko'ramiz. Add to project qo'shildi. Ana endi contentga kirsak, bu yerda starter content bor. Bu Unreal'ning o'zini bizga test uchun, o'rganish uchun, foydalanish uchun bergan tayyor kontentlari. Bu yerda juda ham ko'p narsa bor, ayniqsa materiallar zo'r. Maplar ham bor. Mana keling, starter contentni mapini ochamiz mana. Xo'sh, mana starter contentni mapi ochildi. Bunga ham F11 bilan kattalashtirib ko'rsak bo'ladi. Buni ovozi ham bor. Menimcha sizlarga ovozi eshitilmaydi. G ni bosamiz. Boshqa narsalarni o'chirib turish uchun. Xullas, albatta starter contentdan foydalanish kerak. Mana add bilan eslab qolinglar. Add feature or content pack, starter content yoki blueprint, ya'ni bizning templatelarimizni qo'shishimiz mumkin. Va oxirgisi bu Unreal ichida content yaratish. Qanaqa qilib content yaratamiz Unrealning ichida turib. Xo'p, Unrealning o'zida content yaratish degani nima degani? Albatta, Unrealning o'zidan juda ham ko'p narsalar yaratiladi. Va ko'pini biz tashqaridan olib kira olmaymiz. Chunki Unreal o'ziga kerakli xususiyatlarni biz o'zining ichida yaratamiz. Bu narsani men bu yerda add bilan qilishimiz mumkin yoki bilmasam nimadir qo'shib qo'ydim. Yoki o'ng tugma bilan qilishimiz mumkin. Mana shularning hammasi yaratiladigan narsalar bu turli xil kontentlar. Va eng ko'p yaratib ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsalar o'zi mana bu yerda. Xo'sh, shapes bor. Oddiy, masalan, kub. Kubni olib kelamiz, mana bu yerga qo'yamiz yoki boshqa shakllar. Xo'sh, bu bilan ham biz ko'p ish qilishimiz mumkin. Buni keyin alohida dars qilaman. Menimcha keyingi darsimiz shunaqa bo'ladi. Ya'ni biz Unreal ichida nimalarnidir mana shunaqa transformatsiya yordamida xo'sh, nimalardir yasash. Bundan tashqari bu yerda brushlar ham bor. Mana geometriga kirsangiz, mana bunaqa narsalar ham bor. Bular brush deyiladi. Bularni oddiy mana bu shape'lardan ustunlik tomonlari bor. U narsani keyinroq ko'ramiz. Menimcha hali aytgandek alohida video qilamiz bu narsa haqida. Xo'sh, ana endi mana shu Unrealning ichida narsalar yaratish orqali biz darsimizning oxirgi qismiga o'tamiz. Shu narsaga ulab ketamiz. Ya'ni ulamasak bo'lmaydi. Bu yerda biz ikkita tushunchaga aniqlik kiritishimiz kerak. Asset va actor degan tushunchaga. Assetlar mana shu proyektimizning ichidagi hamma fayllar. Proyektimiz ichidagi hamma fayllar emas, mana shu proyektni yasash uchun, mana shu sahnani tayyorlash uchun foydalanadigan hamma fayllarimiz asset. Actor degani bu mana shu sahnaga joylashtirilgan hamma narsa. Aktorlar faqat mana bu personaj emas. Mana bu ham aktor, mana bu ham aktor. Unreal'ning termini bo'yicha bu narsalar aktor. Bu yerda faqatgina bu emas, misol uchun mana bu yerdan qo'shilgan hamma narsamiz aktor bo'ladi. Hamma narsa sahnaga tashlangan har qanday narsa aktor. Bu lightlar ham bo'lishi mumkin, qanaqadir point light qo'yishimiz mumkin mana bu yerga. Bu ham aktor masalan. Xullas, mana shunaqa sahnaga tashlanadigan hamma narsa bu aktor va aktorlarni belgilab, ularning ustida amallar bajarishimiz mumkin. Mana bu yerda juda ham ko'p narsasi bor. Aktorlarni eng ko'p ishlatiladigan turlar bor. Misol uchun static mesh aktorlar, light aktorlar, blueprintlar. Xo'p, aktorni sahnaga joylashtirgandan keyin ular ustida juda ham ko'p amallar qilish mumkin. Mana bu yerda narsalar bor. Mana bu movement, scale, rotation bor, snapping bor, balobatlar juda ham ko'p narsa bor. Xullas, Unreal Engine bu juda ham katta, juda ham ko'p imkoniyatlarga ega bo'lgan, lekin shu bilan birga juda ham murakkab bo'lgan dastur. Uni o'shaning uchun ham sodda qilib o'rganmasangiz, mayda qadamlar bilan o'rganmasangiz, birdaniga boshingizni og'ritib qo'yadi, nimadir o'xshamaydi, bor deb tashlab ketishingiz mumkin bo'lgan dastur. Demak, bu darsda mana shu narsalarni ko'rsatmoqchi edik. Agar darsda nimadir o'rgan bo'lsangiz, albatta like bosib qo'ying va albatta kanalga a'zo bo'ling. Chunki Unreal bo'yicha eng sifatli darslarni biz berib boramiz. Lekin biroz vaqtingiz kam bo'lsa, sal shoshib turgan bo'lsangiz va Unreal Engine tezroq o'rganib olmoqchi bo'lsangiz, bizda video kurs ham bor. Mana shu saytdan informatsiya olishingiz mumkin yoki to'g'ridan-to'g'ri bizga yozib, Telegram kanalimizga kirib, ma'lumot olib, buyurtma berib, kursni olib o'rganishingiz mumkin. Salomat bo'ling.